Okam, agar ozgina mehr bersangiz, oyiga 4000, 5000 ko'rpandagi shuni taxlab qo'yadigan bitta biznes topib qo'ydim. Ayniqsa bu videoni oshpazli, ya'ni oshxona restoranga qiziqadiganlar oxirigacha ko'ringlar. O'g'aylar, hozir turgan joyim To'raqo'rg'on sentrdan o'tgan, akademiyadan o'tib, metan zapravkaga yetmagan joyda Karaman oshxonasi turamiz. Karaman oshxonasi butunligicha ijaraga beriladi. O'ng qo'limizda 4 ta kabina, bitta katta zal, bitta tapchani, stol, stullari hammasi komplekt bor. Chap qo'limizda 8 ta tapchani bor. Katta zal, bu joyda mehmonlaringizni hammasini shu yerga olsangiz bo'ladi. Pastida o'zini parkovkalari bor, oshxonasi bor va shashlik ko'rilar uchun ham joyi bor. Orqa tarafida esa sayohat oshxonani bilsanglar, o'shanga o'xshagan tapchanlar hammasi qurilyapti. Lokatsiya juda ham zo'r, yo'lni bo'yida. Bu yerda gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Aholi juda ham gavjum joyda joylashgan. Narxi ham unaqa qimmat emas. Sizlar uchun $8 ga gaplashib berdim. Agar qiziqqanlar telefon qilsanglar, даже $8 o'tman beradilar. Okamdan nomerlarni video ostida qoldiramiz. Bemalol telefon qilib gaplashib olsangiz bo'ladi.